Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve la akıbatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhtaram azizlar, mana bugun Madinadagi oxirgi kunimiz. İnşallah ibodatlarimizni Alloh taolo o'zi dargohida qabul qilgan bo'lsin. Bilib bilmay qilgan xato gunohlarimiz bu so'zni mag'firat qilgan bo'lsin. Allohim, Alloh taoloning o'zining va'dasi bor. Tavba qilsalaring kechiraman degan. Madinaga kelib Masjidil Nabaviyada tavba qilib namozda turib so'rasalaring kechiraman degan bo'lib ham Masjidil Nabaviyada biz hozir mana bugun oxirgi kunimiz. Inshaalloh ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul qilgan bo'lsin. Bilib bilmay namozda xato qilib qo'ygan bo'lsak, ojizlik bilan o'zi mag'firat qilib dargohida qabul qilsin. Alloh taolo o'zi xohlab, o'zi istab chaqiribdi. Masjidul Nabaviyga o'zi olib keldi. O'ziga bo'ysundirib ibodat qildirdi. Agar o'zi qildirmasa, o'zi chaqirmasa, biz bandalar ojizmiz bu ishga, qodir emasmiz. Bandasining qo'lidan kelmas ekan. Qancha milliarderlar bor, boylar bor, millionerlar bor. Yotibdi. Pul naval kela olmaydi. Kela olmash sababi Alloh taolo o'zi ofiyat berib, hifzi himoyasiga olib chaqirmasa kela olmas ekan. Inshaalloh bugun peshinda Makkaga ketar ekanmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan xayrlashib yana kelishishlik nasib qilsin so'raymiz.